Savolni eshitamiz, ha? Bir xaridor do'konga keldida, xo'p, kubik rubik sotib oldi. Kubik rubikning narxi 15 ming edi. 15 ming so'm. Eshityapsizmi? Xo'p. Xaridor sotuvchiga 50 ming so'mlik pul berdi, mana 50 ming so'm. Sotuvchida mayda puli yo'qligi uchun u shogirdini qo'shni do'konga chiqarib yubordi maydalab kelishligi uchun. Shogirdi pulni maydalab keldi. Xo'p, sotuvchi 35 ming xaridorga qaytim berdi. Xaridor ketdi. Ketgandan so'ng qo'shni do'konchi 50 ming so'm pulni olib keldi-da, puling soxta ekan dedi. Xo'p, sotuvchi bu soxta puldan qolganlar zarar ko'rmasligi uchun pulni yirtib tashladi. Pul endi yo'q va qo'shni do'konchiga 50 ming so'm pulni qaytarib berdi. Savol: sotuvchi shunda qancha zarar ko'rdi? Xo'p, 135 ming xato. 100 ming? Xo'p, to'xtab turinglar. Mana Asilbek javob berdi. Asilbek deyishdik. Xo'p, nech pul deding? 50 ming so'm zarar ko'rgan bo'ladi. Chunki shogirdga 50 ming so'm maydalab kelganini berdi. Olib keldi. Bitta kubik rubigi bilan 35 ming so'm qaytim berdi. So'ng qo'shni do'kondagi sotuvchi 50 ming so'm pulning zarar ekanini berdi. Shogirdi 50 ming so'm berdi unga. Chunki birovlar zarar ko'rmasin deb 50 ming so'm yirtdi. Chunki o'zini qisasi 50 ming so'm zarar ko'rgan bo'ladi. 50 ming so'm zarar ko'rgan bo'ladi. 50 ming so'm zarar ko'rgan bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Husan nima edi? Nech pul edi? 50 ming. Qanday qilib? Xaridor kubik rubik oldi, 50 ming berdi. Shogirddan stulga borib maydalab keldi. Undan keyin do'kon egasi soxta ekan deb buni do'konga qaytarib berdi. Hop. Do'kon egasi soxta pulni yirtdi, ha. Keyin ana do'konchiga 50 ming so'm qaytarib berdi. Shunda 50 ming so'm zarar ko'rdi, ha? Xo'p, javobimiz 50 ming so'm zarar ko'rgan edi. Ya'ni sotuvchi 50 ming so'm zarar ko'rgan. Nimaga? Xo'p, xaridor kelib 50 ming so'mlik 15 minglik narsa oldi va ketdi, to'g'rimi? Shunda unga 35 ming zdachi berdi. Sotuvchi esa 50 ming so'm pulni qo'shni do'konchiga to'lab berdi. Javobimiz 50 ming so'm zarar ko'rgan. To'g'ri.